Esa menga qara, ko'ryapsanmi? Tuqqanimga 2 oy bo'lmadi hali. Ozolganimni qara, qizlarni havas kelib yotibdi. Hammani havas kelyapti. Vos qani bitta taroziga chiqqanmanni lol qildirib yuboringchi. Tarozing ham tayyor turibdi. Mayli, kelinglar, qaranglar, men sizga ko'rsataman. Emizikli ona 2 oyda necha kilogramm vес tashlaganini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. 2 qatlikdan oldin 68-70 kilogramm bo'lganman. Radomga kirib ketishda esa 93 kilogramm bo'lib kirganman. Farzandimni dunyoga keltirganimdan keyin birinchi haftadan ozishga qadam qo'yganman. Lekin emizikli bo'lganim uchun hech qanday ozdiruvchi dori yoki kokteyllar mumkin emas edi. Kamiga menga juda ham ko'pchilik men emizganim uchun ko'p ovqat yeyman, shuning uchun ham rosa semirib ketganman va ozolmayapman deb yozishardi. Endi qanday 25 kilogramm ozolib vesimga qaytib olaman degan o'ylov tushardi. Dieta qilish esa juda qiyin edi. Shunda sog'lom ovqatlanib ozaman deb mutaxassis dietolog Tursunboy va Sobir opaga shunchaki podpiska bosib qo'ygandim. Lekin hech qanday marafonlarga qo'shilmadim. Shunday ham kundalik har xil post va istoriyalarni har xil oson ozish haqidagi videolariga amal qilganimda o'zida tezda atoklar ketib oza boshlaganman. Ozganim sari shunaqa darajada o'zimni yaxshi ko'rib, har oynaga qaraganimda xursand bo'lardim, ishoninglar. Mana endi hozir ko'ramiz, tuqqaniga hali 2 oy bo'lmagan emizikli ona necha kilo vес tashlabdi. Necha? 73 40mi? 40. Tabriklashingiz mumkin. 20 kilo vес, o'zi nima deysan? 20 kilodan necha oyda osishing mumkin? Nima deyapsan? 20 kilosi yo'q ketadi. Lekin 20 kilo 2 oy do'stim. Shizo tuqqan onam shu vashiydi. Tем более emizikli onalar har xil ozdiruvchilar yoki kokteyl ichish mumkin bo'lsa, Sog'lom ozish haqida 100 dan ortiq tekin videolar kerak bo'lsa, albatta Tursunboyev akkauntiga podpiska bosib qo'yinglar, chunki juda ham foydali, ishoninglar.